Assalomu alaykum. Men Hasanov Javlonbek. Sensorik Education o'quv markazida grafik dizayn kursi bo'yicha o'qituvchiman. 3D Max yoki yordamchi dasturlar orqali siz interyer va eksterierdan foydalangan holatda binoning ko'rinishini tayyorlashingiz mumkin bo'ladi. Grafik dizayn kursimiz Sensorik Education o'quv markazida dushanba, chorshanba, juma yoki seshanba, payshanba, shanba kunlari haftada 3 kun 2 soatdan shug'ullanishingiz, amaliy mashg'ulotlarga esa qolgan kunlar kelishingiz mumkin bo'ladi. O'qituvchining o'zi bilan ishlash uchun esa haftaning 6 kunida dushanbadan shanbagacha o'qituvchining o'zi bilan yakkama-yakka ishlash kurslarimiz ham mavjud. Kurs davomiyligi 4 oy, yakkama-yakka ishlash kurs davomiyligi 2 oy. O'quv kursimiz yakunida amaliy imtihon topshiriladi. Amaliy imtihondan muvaffaqiyatli o'tgan o'quvchiga rasmiy sertifikatimiz beriladi. Aynan grafik dizayn yo'nalishida sizda ko'proq imkoniyat, ya'ni freelancing saytlarida daromadga chiqish, o'qituvchi bilan buyurtmalarni bajarish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Batafsil ma'lumotlar uchun quyidagi raqamlarga telefon qiling hamda kelajak kasblarni Sensorik Education o'quv markazi bilan o'rganing.